endi pul ketkazib salonga borishingiz umuman kerak yo'q. Salonni effektini beradigan lokunlarni uyda 10 daqiqada tayyorlaymiz. Mana Dyson'im yo'q deb xafa bo'lmasangiz ham bo'ladi. Mana shu styler Dyson bilan birga bir ishlaydi, lekin narxi Dysondan 10 baravar arzon. Hozir birgalikda raspakovka qilamiz. Tanishinglar, bu RDD styleri. 4 xil nasatkasi bor. Sochingizni quritish uchun fen nasatkasi, tekislovchi nasatkasi, ob'yomni yaxshi ko'radigan qizlarimiz uchun ob'yom beradigan nasatkasi va o'sha mashhur hamma yaxshi ko'radigan lokunlarni qiladigan nasatka. Xohlasangiz chap tomonga, xohlasangiz o'ng tomonga qilib aylantirsangiz bo'ladi. 3 xil skorsda ishlaydi, havoni issiqligi ham 3 xil skorsda. Buni hammasini Bekbarakada joylashgan arzon texnika do'konidan xarid qilsangiz bo'ladi. Hamma joyda qimmatdan sotiladigan shu taroni ham aynan arzon texnika do'konida juda ham hamyonbop narxda xarid qilasiz. Hattoki bu styleri bemalol kichkina qizaloqlaringizga ham ishlatsanglar bo'ladi. Sochni umuman zararlamaydi, kuydirmaydi. Ko'pchilik dazmolda lokon qilganda sochlarini uchi kuyib, gullab ketadi. Bu stylerda unaqa muammo bo'lmaydi. Bemalol sarpezga yoki sog'aliga xarid qilsangiz bo'ladi. Bu videoni kim sizga shunaqa styler olib berish kerak bo'lsa, o'sha odamga tezda yuborib qo'ying. Sahifamga obuna bo'ling. Yo'qotib qo'ymaslik uchun bu videoni saqlanib qilib oling.